Yosh xonajinlardan. Bu shved. Bu simetda gibrid. Ular gibrid. Chaqi yo'q, to'qol varianti. To'qol variantida. Bunisi shoxli ekan, a? Bunisi novvos ekan. Mana. Yosh. 9,5 kami bor. Ular oyiga to'ldimi? 1 oylik bo'lsa. 1 oylik bo'lsa. Necha puldan kami bor? 9,5 kami bor. 9,5 dan kami bor. Oddiy bo'ylab dastavkaga beramiz. Dastavkasi ham bor. Ayting nomer aka. 91lik. 91lik 489 489 02 02 69. 69. Hurmatli obunachilar, sigirlaring bo'lsa ham qo'shib qo'ysalaring zo'r variant. Mana bemalol telefon qilinglar, barakasini qo'yinglar. Bitta shved bag'i gibrid. Alouz. Alouz. Sog' bo'ling aka. Chetdi hurmatli obunachilar, assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli Alouz kanali obunachilari, uch chorva ishqibozlar. Bugun Andijon Asaka O'zbekiston bozoriga tashrif buyurganmiz. Katta kichik buqalarni kanalga joyladik. Yosh xonajinlardan ko'rsatib boshlaymiz. Sizlardan pardashga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugungi chisloyimiz 21-may hafta kuniga payshanba, har payshanba bo'ladi bozor. Mana bu tarafda darvozadan kirishda buqa qatori ekanlar. Ba'da mana xonajin, ona bola, sigir, bo'g'oz, qisir, chekkada qo'ylar. Katta bozor. Lokatsiyasini Telegram gruppamizga tashlab qo'yamiz. Bemalol kirib ko'rib kesalaring bo'ladi. Zo'r bozor. Bo'ldi, siz oling. Ikkita xonajin. Hozir aka, narxi necha pul bor aka bular? Narxini 12 deyapsiz-ku. 12 kami bor. Qancha qildi bozor? 10 million 100. 10 million 100. Bular tirikchilikmi sizga yo dehqonchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Bo'ladi doim. Ayting nomer. 93lik. 93lik 210 15. 54 15 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Hurmatli obunachilar, barakasini qilib olinglar. Go'zal. Bozoringizni bersin. Shved. Mashina savdosi bo'lyaptimi aka? Necha pulga? 14,5 ga. Necha puldan qaytdingiz aka? 16. Icha bor ekan hali. 14,5. Boyaga kattaroq silching beradi. O'g'il. 14,5 ga mana savdo qilyapti. 16 milliondan qaytilyapti. Xonajin, shved xonajin ekan. 1 plus minusda bo'yladi. Nasib barakasini ko'ramiz. Xudo xolasa. Bozorlarni bersin. Ketdik. Bu savdo bo'lyapti, bormi yana? Ha, bormi bunaqalar? Ayting nomer. Alouz. Ayting nomer. 90lik 172 77 57. Qiziqqan. Bo'g'ozlar ham bor. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar, bunaqalardan serob ekan. Bemalol telefon qilinglar, bo'g'ozlari ham bor ekan shu nomerlar. Ketdik. Yoshlar. 1 plus minusda bo'ylar. Aka, jupiga necha puldan qaytyapsiz? Jupiga 22 million. 22 million. Qancha qildi bozor? 21 million. Oz qoldi. 21 million berishyapti. Yaxshi chiroyli bo'zaylar mana. Qopton narsani firmani bo'zaylari. Bormi yana bularda? Ha, bor. Ayting nomer. 91lik 91lik 167 167 0480. 0480. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. To'ldirgani bor. Yo'q, Ana hurmatli obunachilar, fermasi bo'lsa, fermasini to'ldirgani bor deya. Buni kelish bo'lsa bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringizni bersin aka. Ketdik. Ashlar ko'ringlar, 7 tasi mana. Biri 5 plusda bo'ylari ham, biri 10 ga yaqin. Qaysinga savdo bo'lyapti aka? Nech pul? 25 million narx aytilyapti kanchalar. Bitta savdosi bo'lyapti. Shu ikkalasiga. Biri 5 plusda bo'ylari. İşte savdosi bo'lyapti. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz. Akalar, savdosini bo'lmayli, bularni oldidan ko'rsatib beraman.
Ketdik. Biri 10 plus minusda bo'ldi. Aşağı narxi nechi pul buni? 17'ye vermeyapmiz ekan. 17 ga berilmayapti ekan. Hurmatli obunachilar. Şu katta ravlari sal bu tarafda ham mana. Biri 15 plus minusda bo'ylar. Oyaga bular narxi nechi pul? 16 dan kami bor. 16 dan kami bor. Bu Şvet kimden ekan? Sizden mi ekan? Xabaringiz bormi narxidan? 28 milyon narx aytilayotgan ekan bu Şvetga akalar. Ketdik. Bunisi ham. Gibrid shekilli aka bu, ha? O'ylari ham 120 plus minusda hurmatli obunachilar. 120 plusda ham xotirjam. Gibrid sifati o'ta ham go'zal ekan. Aka narxi nechi pul buni? 25 kami bor. 25 kami bor. Qancha qildi bozor? 20. 20 milyon kutib oldi. 25 kami bor narx aytiladi. Aka bu dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilikmi? Qo'yamizmi nomer? Aka qiziqqanlarga. Ayting. 90li. 257 47 76. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib akalar, barakasini qilib olinglar. Mol sifati juda go'zal. Bozoringizni bersin. Voy, bozorda yurgani yo'l qolmadi. Mol o'ta ham seroq. Acha bu sotiladimi yo sotildimi? Necha pul narx aytyapsiz? Egasi yo'q ekan buni ham hurmatli obunachilar. Boyaga bu sotildimi? 14 milyonga sotildimi? Ha, olindi. 14 milyonga olindi hurmatli obunachilar. Boyaga sotganga barakasini bersin. 14 milyon. Zo'r. Pul narxi qancha boyaga olani? 17. Qancha qildi bozor? 15 u 4. 17 milyon narx aytyapti hurmatli obunachilar. Go'zal. Bularda ham joylar. Bitta qora, bitta ola. Bo'ylari 20-25 plus minusda. Aka narxi nechi pul deyapsiz bularni boyaga? 32. 32 milyon narx aytilyapti ikkalasi. Zo'r. Bularda ham joylar. Biri 10 plus minusda. Kuragi bor 2 yashar. Kuragi bor 2 yashar. Tayyor ekanda. Nechi pul narxi boyaga? 14,5 kami bor. 14,5 kami bor. 29 milyon. Dastavchalar ketaveradi, tanlamaydi. O'zbekistonda bo'lsa bo'ldi. Ayting nomer. 91lik 062 01 81. İkkalasi ham qisir mana akalar, kuragi bor ekan 2 yoshda. Bemalol telefon qilinglar, barakasini qilib olinglar. Sifati juda go'zal. Bozoringizni bersin. Chetga hurmatli obunachilar. Mana xonajini ko'ring. Juda ham tik kelgan, bo'ylari ham bir xotirjam 25-30 plus minusda. Oyaga narxi nechi pul buni? 20 milyon kami bor. Qancha qildi bozor? 18. 18 beribdi bozor. 20 milyon kami bor narx aytilyapti. Ketdik.
Bu 20 plus minusda bunisi. Aka narxi nechi bu? 15 milyon jinday kami bor aka. 15 milyon jinday kami bor. Nechi pul so'radi bozor aka? 1 milyon 300 ming so'm. 14 milyon 300 ming so'rabdi. 15 milyon jinday kami bor-da, o'zi yaqin qilib aytibdi aka. Zo'r. Bozoringizni bersin. Boyaga bo'g'ozmi bular qisirmi? Qisir, a? Narxi nechi pul deyapsiz? 18dan qaytaryapti. Bular xonajimmi bular yo'q? Tug'magan, a? 18dan qaytaryapti. Hurmatli ovulashlar. Aka ehtiyot bo'ling. Xo'p, xonajinlarni ham oldik akalar, bo'g'ozlarni ko'ramiz. Aka bo'g'ozmi bu? Yana bo'g'ozlarni ham boshladik, hurmatli ovulashlar. Necha oylik bu? Nechinchi qorin? Ikkinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz, hurmatli ovulashlar. Qo'ylarni ham 125 minusda. Narxi-chi buni? 30 milyon kami bor. Qancha qildi bozor? 24,5 qilishdi. 24,5 milyon qilishdi. Hurmatli obunachilar, 30 milyon kami bor narxi. Bo'g'oz ishqozidagi. To'g'ri nomer qo'yamizmi? 93lik 003 9278 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar, barakasini qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Bozoringizni bersin. Aka necha oylik bu? 8 oylik. Nechinchi qorin? Sotiladimi bu? 3-qoringa 8 oylik bo'g'oz. Narx 23 milyon qilyapti. ha 23 milyon savdo qilishyapti ham bunda, hurmatli obunachilar. Bozoringizni bersin. Olmayman o'zingiz aka. Yo'q, siz olmayman. Necha oylik aka bu? U akadan so'raysiz. Bu 8 oylik. 8 oylik. Nechinchi qorin? 4 Birinchisiga deyishyapti. Birinchisiga. Narxi buni? Narxi 25 deyapmiz, 23 milyon berishdi. 25 milyon narx aytilyapti. 23 milyon berishibdi akalar. 25 milyon ozgina kami bor-da. Kami bor deb, endi 30 milyon u osmonga narx aytish kerak yo'q. Ha, o'sha yaqin qilib aytilyapti. Ha, 8 oylik bo'lsa aka. Ayting nomer aka. 93lik 93lik 257 257 94 94 97. 97. Hurmatli obunachilar, bo'ylari ham balandlar, ham yosh mana. 8 oylikka teshirtirib olishaveradi-da. Mana yuvosh. Bemalol akalar, narxni ham zo'r aytishibdi. 25 milyon narx aytyapti. Bolasini ham mana shunday qilsa tegyapti. Nasib qilsa, barakasini qilib olinglar, hurmatli obunachilar. Bozoringizni bersin aka. Qanchalik? Yo'q, video. Aka bo'g'ozmi bular? Bo'g'ozmi? Necha oylikda? 6 oy. Nargichi? Buyursa, nechinchi qorin? Nargi ikkinchisiga, bu uchinchisiga 6 oylikdan bo'g'oz, hurmatli obunachilar, 125 minusda bo'ylar. Buni 8 ta, buniki 6 ta suti ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Narxi-chi aka buni? Narxi necha pul deymiz aka? Bu ikkalasini. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. 55 millionga. Kelar yana kami ham bor ekan, O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib berishadi. O'sha yerga. Kelar mana. Ikkita. Alouz. Juda go'zal. Aka nomer qo'yib qo'yaylik. Aytasizmi nomer aka? 90lik 90lik 774 774 42 70. 42 70. 250 milyon berilmayapti aka. 250 millionga berilmayapti. Bo'g'ozi ham suti ham ana deyapman. Bemalol telefon qilinglar, barakasini qo'ying. Bozoringizni bersin. Ketdi ona bola sigirlar ko'rsatamiz. Bolasi qo'nachi. Nechinchi bolasi? Birinchi bola. Bo'ylari ham buru
25 pil usti. Bola xonajin birinchi bolasi. Nechta sutga boyagi? 6-7 ta. Narxchi? 29 cha kami bor. Mana hurmatli obunachi. 29 cha kami bor. Bozoringizni bersin. Tarafdan. Bolasini ovoz. Nechinchi bolasi boyagi? Olmay qo'yaverami? Ha, bo'ldi. Aka nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bola. Nechta sutga? 8 ta sutga ikkinchi bolasi. Bolani ovoz. Bo'ylari ham 125 kg usta hurmatli ona. Bolani ham zo'r beribdi, uni. Bolani ko'ringlar. Qachga? Narxchi aka buni? Narxi. Narxi 40 million kami bor. 40 million kami bor. So'radim bozor. 35 million so'rashyapti. Aloz. 35 million so'rashyapti hurmatli obunachilar. 40 million kami bor deya bolani ovoz. Acha qiziqqanlarga nomer qo'yaylikmi? Ayting. 93lik. 93lik 212 212 4023. 4023. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar, barakasini qo'yinglar hurmatli obunachilar. O'z sifati hamma yo'g'iga gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r orqalardan bozoringizni bersin. Aka bu bo'g'ozmi? Sirmi? Juma, meni fermada yurgan mol aka. Ha, suti bormi yo'qmi? 10 ta suti bor. 10 litr suti bor. 4 kilo bitta tuqqan. Ha, bitta tuqqan 4 kurak akalar 10 ta suti bor deyman. Fermada yurgan Jumon aka. Narxchi buni? 33 million deyapti. 33 million. Kami bor. Qancha so'radi bozor? 27 ya. 27,5 so'rabdi bozor akalar. 10 ta suti bor. Zo'r. Bormi qiziqqanlar? Ayak qo'llarini ko'r. Ayting nomer aka. 95lik 95lik 944 944 0421. 0421. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar, barakasini qo'yinglar hurmatli obunachilar. Aka bu ikkalasi ham o'zini bolasimi? Ha, o'zini bolasi. O'zi tuqqanmi? Ha, bittasi o'zi. Bu bolasi nima aka? Tovuq ekan. Ikkovuniki ham. Nechinchi qorin bu aka? 3 qo'lim bo'lishida bu. 3-chi qorin. Nechta sutga? 10 ta. 3-chi qoringa 10 ta sutga bola. Novvoslar. Bo'ylari biri 30 kg usta xudo xolasi. Narxini necha pul deymiz aka? 35 deymiz. 35 million. Kami bor ha, ozmoz? Kami bor ha? Ajiza bo'lgan bu. Chit. Nargisini-chi aka? Uni ham 35 ekan. Uni ham 35. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? Yo, ajab, biz ketib olamiz, ertaga ketamiz. Ha, bo'ldi aka. Qarali o'zi desa, qo'ying. Bozoringizni bersa aka. Zo'r. Hurmatli obunachilar. Xo'p. Qo'ldan kelgancha onajin bo'g'oz qisir qilib mol ona bola sigirlar ancha ko'p emas ekan akalar. Qo'ldan kelgancha olib berdi. Sizlardan podpishka, like bosib obuna bo'lib qo'ysalar ham bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.